Assalomu alaykum hamkor do'stlarimiz. Yana bir LK35 degan metaloforma maxsus qolipimiz tayyor bo'ldi. LD3larimiz tayyor bo'ldi. Ozgina orada tafovut bilan obzor qilib beramiz. Oldin LK35lar bunaqa holatda obzor qilmagan edik. Keyin yangi bu LD3 dekorativniy latoklar. LK35 ham dekorativniy hisoblanadi. Sababi LK35 da ham tepa tomonida krishka, yopiladigan krishkasi bo'ladi. Kichik katta trassalar uchun moslashmagan bu LK35imiz. LD3imiz ham trassalarga moslashmagan. Bog'roqlar, maktablar, shunga o'xshash joylarga moslashgan. LK35imizni yordamlashsak, Arorbek bitta ochib ko'rsatamiz. LK35imiz Li5 dan farqi shundaki, quyilgan latokni tepa qismida krishkasi yopish uchun kanatkasi ochilgan bo'ladi. Kanatka ochilgan bo'ladi. Hozir shu joyini ko'rsataman. Tak, ochildi. Oldini ham oching-da, nima? Mana yaqinroqdan ko'rsatsangiz, mana joyda mana kanatka ochilgan bo'ladi. Tepa tomonda manaqa bir chiziq bo'ladi. Chiroyli chiqish uchun tepa tomoni. Bular 5 metrli LK35. Maxsus temir qoliplari tayyor bo'ldi mana. Yana kimlargadir zakaz kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilishlari mumkin. Yopib qo'yamiz. Yopilishlarini ham bitta olib qo'yasiz. LK35 asosan katta biznes sentrlar, katta bog'lar, shularga moslashgan latok. Endi LD3imizni ham ochib ichini ko'rsatamiz. Bu ham 3 metrlik, eniga 60, bo'yi 16 chiqadigan latogimiz. Bu ham dekorativniy latok hisoblanadi. O'zining stoperi bor-a buni? Ochilganda stoperi bor. Har tomonga ochiladi. Buni aslida mana buni gulxoy qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Ochmasdan mashg'ulotda ham sovuqsa chiqaveradi. Yana ham yengilroq bo'lish uchun buni ochadigan qilib qo'ydik mana. Bu metaloformamiz LD3 deb nomlanadi. Kimga yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Bemalol zakaz buyurtmalar qabul qilamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.